Zo'r sayt ekan, lekin shundaymi? Ha, gap yo'q. Hamma narsa juda ham arzon. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pablo va do'stlar, biz juda ham zo'r sayt topdik. Istalgan turdagi texnika, instrumentlar, o'yinchoqlar, xohlagan narsani olish mumkin, yana arzon narxda do'stlar. O'zingga nima zakaz qilmoqchisan? Men hali o'ylab ko'rganim yo'q nima zakaz qilishni. Do'stlar, nima zakaz qilishimiz mumkin? Bilmasam. Menga esa kel izomrudli qilish zakaz qilamiz. Izomrudli qilish? Aha, mayli, unda izomrudli qilishni hozir buyurtma qilamiz. Raqaming hozir eslab olay, 90lik. Tak, aha, yaxshi. Okey, buyurtmang yetib kelgan. Tak, stop. Xo'sh. Buyurtma bugun keladi deb yozilgan. Yo'q, ha, balki xatolik ketgandir. Yo'q, mana qishlog'imizni manzilini ham yozdim va tak, lekin bir marta yaxshilab tekshirish kerak. Xo'sh, ha, 13-qishloq va ha, bugun kelish kerak. Bo'lishi mumkin shunchaki xatodir, mayli. Men ancha charchadim, ketdim, Pablo. Bo'pti. Yaxshi tushlar ko'r, yaxshi o'tir xolos. Aha, rahmat sen ham. Bo'ldi. Aslida juda ham zo'r, agar bugun keladigan bo'lsa, lekin hozir yarim kechasi, shuning uchun hayronman. Pablo, Chinursin, ha, nima bo'ldi? Bu yoqqa chiq, hozir. Nima bo'ldi? Chiq, Chinursin, jitel, xo'sh. Yo'q-mo'yo, bu nima bo'ldi yana? Qayerdan topib kelsan? Bu buyurtma. Ha, menga SMS keldi. Yo'q, ha, xabar keldi. Mana shu sandiq uyingizni ostonasi deb chiqib qarasam, rostdan ham sandiq. Chinursin. Zo'r-ku, ha, lekin ochib ko'rganim yo'q. Hayajondaman. Hozir ochib ko'ramiz. Qani ichida rostdan ham stop, bu yerda qanaqadir. Menimcha hozir ichida bizni loq qilishganga o'xshashadi. Yo'q, ha, hozir ichini ochsak, loq qildik degan yozuv bo'lsa, umuman hayron qolmagan bo'lardim. Chunki albatta bunaqangi arzon narxga olishni iloji yo'q. Xo'sh, qilichingiz katta uy nima? Menimcha bizni loq qilishmagan. Balki, lekin katta uy, qaysi katta uyda bo'lishi mumkin? Mana bundamikan? Menimcha shu oxir qishlog'imizdagi eng katta uy. Shunchaki sandiqqa solib qo'ysa ham bo'lar edi, lekin mayli, hozir ko'ramiz. Menimcha bu birozgina g'alati. Nimaga endi sandiqning ichida emas, katta uyda? Stop. Yo'q-mo'yo, jitel. Xo'sh, menimcha yerga kirmaganimiz ma'qul yoki shunchaki ko'zimga balki uxlayotgandirman. Nima bo'lyapti? Tak, yo'q-mo'yo, rostdan ham hamma yo'q qon. Jitel, nima seni maniaka olib ketdim? Hoy, jitel, ha, shu yerda Chinursin, qayerga yo'qolding? Shunchaki qonga ko'nglim aynidi. Yo'q-mo'yo, fu. Lekin Chinursin. Xo'sh, nima qilishimiz mumkin? Ertaga politsiya chaqiramiz. Ha, to'g'ri. Ertaga politsiya chaqiramiz. Hozir esa bularda hammasi juda ham dahshat, hamma yo'q qon bo'lib yotibdi. Hamma Chinursin va mana rostakam izumrudli qilish ekan. Hoy, jitel, yana ko'nglim aynib qoldi. Yo'q-mo'yo. Mayli, Chinursin, xo'sh, olib chiqamizmi qilishni? Ko'ngling aynib yotganda yo'g'ini qanday olasan? Hamma yo'q qon bo'lib yotibdi qilishni. Mana buni ham olib qo'ysang yaxshi bo'ladi. Chunki ertaga politsiya chaqiramiz, politsiyaga berib yuborsan. Hozir chaqirganimizdan baribir kelishmaydi. To'g'ri. Shuning uchun ham hozir hamma uyga va ertalab politsiyachilarni chaqirganimizda o'zlari bilib ko'rib olishadi nima ekan bu va qanaqangi dahshatli sayt bo'lib bundan qonli narsalar olib keladigan. Mayli, xayrli tun yana bir bora. Jitel, senga ham ehtiyot bo'l. Mana bu albatta syurpriz. Bunaqasini kutmagandim, lekin kim bu ishni qilgan bo'lishi mumkin? Qanaqangi sayt? Hammasi tushunarsiz. Nimaga ishonmaysiz? Yo'q-mo'yo, kim baqiryapti? Chinursin, erta tongdan sizga hammasini aytdim, lekin o'zingiz ishonmayapsiz. Dalillaringiz bo'lmasa qayerdan ishonaman? Dalillar bor edi, ular yo'qolib qoldi. Aqlingiz joyinmi? Qayoqqa yo'qoladi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu siz aytgan guvohmi? Ha, bu ham ko'rgandi hammasini. Ha, rostdan ham u aytganday saytdan narsalar zakaz qildik. Xullas, yozuvni ko'rsatmadingmi janob politsiyachiga? Yozuv yo'q ekan. Xo'sh, yozuv yaxshi eslandinglar. Sizlar haqida hozir protokol tuzaman. Yo'q, protokol tuzishni hojati yo'q. Axir aytgancha katta uyga borishimiz kerak. U yerda hamma yo'q qon edi. Rostdan ham. Janob politsiyachi, hozir hammasini ko'rasiz. Qani ko'rsatinglar-chi. Hozir juda ham hayron qolishingiz aniq. Ha, u yer qon bo'lib yotibdi. Qani qayerda qon? Qani o'sha yerlar hamma yo'q qon. Shumi? Aqldan ozgansizlar shekilli, Chinursin, lekin hamma yo'q qon edi. Aqlimga sig'mayapti qanday bunday bo'lgani. O'zingizlarni jiddiy tutyapsizlarmi? Shu ham qonmi, Chinursin? Balki biroq burnini sindirib olgandir yoki qo'lini kesib olgandir. Chinursin, buning uchun sizlarga hozir protokol tuzaman. Yo'q, protokol tuzish shart emas. Balki shunchaki charchagandirmiz. Mayli yigitlar, bu birinchi safar bo'lgani uchun sizlarni kechiraman. Lekin yana bir marta shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, meni yaxshi kutmanglar va hozir merlaringizning yoniga o'tib kelishim kerak. Xo'p, mayli, Chinursin nimaga bizga ishonmaydi? Chunki yozuv bilan sandiq yo'qolib qolibdi. Ha, Chinursin aniq buni qanaqadir maniak qilyapti. Ha, men uyga ketdim. Chinursin aks holda katta uydan qonlar yo'qolib qolishini, mana bu jitelda bo'lgan yozuv va sandiq yo'qolib qolishini qayerdan Chinursin tushuntirishi mumkin? Ha, do'stlar, bu yerda qanaqadir professional maniak ish ko'ryapti, lekin nimaga aynan bizni? Balki biz xullas bu saytdan emasdir. Do'stlar, balki ana shu narsani bizga sotgan odamning aybidir, ya'ni qilichni olib kelgan. Do'stlar, bilmadim nima deyishni ham. Chunki savollar juda ham ko'p, taxminlar ham, lekin afsuski
javobni bilmaymiz. Ha mayli, fermerchilik bilan shug'ullanib qolay. Ha do'stlar, ha jitellar, nima menga qarayapsizlar? Shunchaki ertalabdan tomosha uyushtiryapsizlar, g'alati. Qanaqangi qon tushunursan, bizga ham aytib yurgan ertalabdan beri do'sting. O'zi tomlaringiz ketganmi, hayronman. Yo'q, jitel. Shunchaki bilasan, biz video o'yinlar o'ynagandik. Shuning uchun ham balki tushimizga kirgandir bo'lib turadigan holat, shundaymi? Ha, bo'lib turadigan holat, lekin unday vahima ko'tarmanglar-da. Yo'q, shunchaki ana bu jitel do'stimda, shunchaki men unga rol o'ynamoqchi edim. Uni ham biroz qo'rqitdim desam, juda ham qattiq qo'rqib ketib, mana politsiya ham chaqiribdi, keyin urushmasligi uchun ha shunday bo'ldi deb turdim, lekin aslida biz aqldan ozmaganmiz. Ha, ishonaman, sen ham do'sting ham aqldan ozmagan ekaningizga. Bu yaxshi, xo'sh, yaxshi. Mana bu yerni ekib qo'yaman va bo'ldi. Sizlar ishingizni bitirib bo'linglarmi? Albatta, soat 11 bo'lyapti. 11, ha, Merseni chaqirganda tushunursin. Hozir lekin unchalik ham yaxshi ahvolda emasman va yoniga bora olmayman. Mana o'zing berib qo'ysang xursand bo'lardim. Bo'pti, berib qo'yaman. Katta rahmat, jitel. Bo'ldi do'stlar, endi uyga qaytsam bo'ladi. Qanaqangi dahshatli holat. Undan tashqari mana bu jitellarni ham aldashga to'g'ri keladi. Aks holda rostdan bizni aqldan ozgan deb o'ylashadi, lekin o'zingiz ko'rdingiz, bularning hammasi rost va o'sha saytdan narsani zakaz qilganimizdan keyin bo'ldi. Boshqa do'stlar, bilasizlarmi, bu hech qachon mana bunaqangi saytlardan hech narsani zakaz qilmayman. Faqatgina haqiqiy magazindan borib sotib olishim mumkin. Endi internetga ishonmayman, tushunursin. Balki yo'q jitelni va meni hayotimiz xavf ostidadir. Balki ana bu katta uyda ham odamlar bo'lgandir, odamlarni o'ldirib qoni, tushunursin do'stlar. Hattoki o'ylashga ham qo'rqaman. Pablo, tushunursin. Ha, nima bo'ldi? Yo'q, jitel. Ha, nima bo'ldi? Yo'q, sandiqmi? Ha, menga yana buyurtma keldi. Qanaqangi buyurtma? Nima buyurtma qilganing? Hech narsa, shunchaki xabar keldi, tushunursin. Menimcha u manyak bizni qo'yib yuborishni istamayapti. Manyakni qayerdan bilasan manyak ekanini? Shuncha bo'lib o'tgan ishlardan keyin nima deyishni ham bilmay qoldim. Bu aniq qanaqadir manyak. Xo'sh, Janubiy botqoq sohiliga kellaring. Demak, u seni ham meni ham biladi. Albatta. Endi nima qilamiz? Menimcha borishimiz kerak. To'g'ri aytsan, agar bormasak biz ham tushunursin, uyimizda hamma yoq qon bo'lib ketishi mumkin. Nima uchun? Bizni mayda qilib tashlashdan qo'rqmaysanmi agar aytganini qilmasak? Yo'q, to'g'ri aytasan. Borishimiz kerak endi. Tushunursin, lekin hamma yoq tuman, havo yomon. Xullas, menda bir ideya bor. Xo'sh, bu yerda revolver bor edi. Yaxshi, mana shuni olib olaman. Albatta patronlar ko'p emas, lekin qanaqangi manyak hujum qilsa ham balki ikkinchi telefon kerak bo'lmaydi va bo'ldi. Xo'sh, menda mana revolver bor, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bizni qutqarmasligi mumkin agar manyak hujum qilib qolsa, lekin baribir qurol yo'qdan ko'ra shu yaxshiroq. Ha, to'g'ri aytsan, ketdikmi? Ha, ketdik. Janubiy botqoq sohili uzoqda emas, ha? Yo'q, shunchaki bitta fakelni olib bo'lay, yaxshisi ikkita fakelni olaman. Xo'sh, u qayerda? Bir marta esingdan Baliqovga borgandik. Ha, ana o'sha yerdan yana ozgina yurish kerak. Yo'q, ha, unchalik uzoqda emas. Hozir ko'rsataman. Okey, men orqangdan boraman, albatta. Qurol menda, men oldinda, sen esa orqamdan kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Bo'la qol, tushunursin. Qorong'u o'rmonga kirishimiz kerak bo'ladi endi. Ha, bu biroz qo'rqinchli, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Qani kelchi. Hamma yoq qorong'uligini, tushunursin, yana tuman, hech narsa ko'rinmayapti. Yo'q, qani kelchi. Mana bu yerdan sekingina pastga tushamiz. Asosiysi yiqilib tushmaslik, qayerdandir suv tomyapti. Okey, xo'sh, bu yerda hammasi yaxshi. Qani kela qol. Tushunursin, yana qancha yurishimiz kerak? Yana deyarli 100 metrcha yursak yetib boramiz. Xo'sh, faqatgina suvni kechib o'tishga to'g'ri keladi, tushunursin. Balki aylanib o'tarmiz. Aylanib o'tsak juda ham ko'p vaqt ketadi. Bekorga ahli sohil emas, o'rtada suv bor. Endi nima qilamiz? Kechib o'tamiz suvni. Agar kechib o'tmasak bo'lmaydi. Juda ham ko'p vaqt ketadi aytganimdek. Okey, mayli, men orqangdan boraman. Asosiysi suvga kirib ketmaslik, chunki bu yer botqoq. Agar suvga kirib ketsam, past juda ham nima desam ekan, tortib ketishi mumkin. U yerda oyog'ini qo'yadigan joy qo'ygandan birdaniga kirib qoladi. Shu bilan chiqish juda ham qiyin. Jitel, kelyapsanmi? Ha, kelyapman hozir. Okey, tushunursan, u yerda qanaqadir binoni ko'ryapman. Ha, men ham boramizmi? Menimcha mana shu yer uchrashuv joyi bo'lsa kerak. Balki nima deb o'ylaysan? Balki, chunki botqoqning o'rtasida bekorga mana bunaqangi bino paydo bo'lmagandir. Kelyapsanmi? Yo'q. Nimaga? Bir o'zim jo'natmoqchimisan u yoqqa? Yo'q, shunchaki qo'rqyapsan, aqldan ozganmisan. Tushunursin, chaqmog'im cho'qyapti. Bo'pti. Tak. Kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Nima bor ekan? Skelet, ha. Va juda ham eski bino, tushunursin. Shuncha vaqt bu yerga kelsam ham ko'rmagan ekanman bu binoni. Tak, mana buni olishimiz kerak. Qanaqadir yozuvlar, xo'sh. Qani, nima yozilgan ekan? Hozir ko'ryapman. Tak. Saytga kira ko'rma. Tushundim. Yana nima yozilgan? Tak, men bir gapni qayta o'qiganim yo'q. Bu yerda qog'ozni, xo'sh, hamma betlariga bu saytga kira ko'rma, xullas shunga o'xshash gaplar yozilgan. Tushunursin, juda ham qo'rqinchli. Ha, demak, baribir ham saytga kirib bekor qilibmiz, to'g'rimi? Ha, bu yerda buni qara, bu yerda kalash bor ekan, akam. Yomon emas, lekin shoshma. Ha, axir
Bu avtomat bilan jinoyat qilingan bo'lishi mumkin. Hozir yerda barmoq izlarim qolib ketadi bo'ldi. Suvda tura qolsin. Ha, to'g'ri aytsan. Ehtiyot bo'lish kerak. Shoshma Pablo. Ha, balki kirmasmiz. Shoshma, yerda yana qog'ozlar bor ekan. Ko'rishimiz kerak nima yozilganini. Yo'q, menimcha kerak emas. Pablo, balki shunchaki ketarmiz, nima deysan? To'g'ri aytsan, ketganimiz ma'qul. Bilmadim nimaga bu manyak bizni bu yerga kelishimizni. Stop. Nima bo'ldi? Ana u yerda kimdir bor. Nima? Qochdik. Tushunursiman senga bo'ldi, qochdik. Yo'qmi, men tashlab ketman. Bo'ldi, orqamdan kelar. Shunchaki yorilib jimsi kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Bo'ldi, ketdik. O'sha marshrut bo'yicha qaytishimiz kerak. Qishloqqa tezroq ehtiyot bo'l, suvga botib qolma. Tushunursin, chaqmoq chaqyapti. Ha, orqamizdan kelyapti. Yo'qmi, yugur, sen ham ko'rdingmi? Ha, ko'zlari yonib turibdi. Qanaqadir quruvchilar kiyimidami? Ha, qochishimiz kerak. Tushunursin, tezroq davay. Bo'ldi, olg'a qochdik, jitel, ketdik. Yaxshi, faqatgina orqa yo'lni topa olsak bo'lgani, chunki tuman borgan sari chuqurlashib ketyapti, вообще ko'rinmayapti. Ayo, adashmabmiz. Yaxshi, ketdik, qishloqqa oz qoldi, jitel, kela qol. Tushunsin. Bo'ldi. Kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Yaxshi. Uyingda quroling bormi? Yo'q, faqatgina kamova qilishlar. Tushunsinda, meni uyimda qolarsan, bilmasam. Yaxshi, o'zim uyimda qolganim ma'qul. Bo'ldi. Tak. Nafas rostlab olish kerak. Jitel, shu yerdamisan? Jitel, ha, shu yerdaman. Tushunsin, qo'rqitib yubording. Kechir. Nafas rostlayotgan edim. Bo'ldi. Kel uyimga kira qol, chunki kim biladi, u kelishi mumkin yonimizga. Menda esa qurol bor. Yo'q, o'zimning uyimda o'tirganim ma'qul. Shu menga ko'proq tinchlik bag'ishlaydi. Mayli unda. Agar biror nima bo'lsa, birdan chaqir, xo'pmi? Xo'p. Yorug'ligan olib ol. Bittasini mana bu yerga qo'yaman, yana bittasini mana bu yoqqa. Aytgancha, ha, axir yonimizga kirmadi, chunki yerda fakel bor edi. Biz yorug'likdan o'tganimizdan keyin orqamizdan yugura boshladi. To'g'ri aytibdi Jitel, tushunsin, balki ha, unda hamma chiroqlarni yoqib qo'y. Ha, xuddi shunday qilaman, sen ham bor. Bo'pti, Jitel, mayli. Xayrli kech, men yotdim. Ha, Pablo, xayrli tun, ertaga ko'rishamiz. Aha, bo'pti. Jin ursin, nima deyishni ham bilmay qoldim, do'stlar. Axir bu aqlga sig'maydigan ish. Avvaliga biz qandaydir saytdan narsalar buyurtma qildik. Keyin esa avvaliga g'alati sandiq keldi. Uning ichida esa yozuv esa katta uyga bor deganda. Katta uyning ichida o'zingiz ko'rdingiz nima bo'lganini. Keyin esa undan ham battar ishlar sodir bo'lib boshladi. Yo, do'stlar, endi men internetdagi magazinlarga umuman ishonmayman va sizlarga ham u yerdan hech narsa buyurtma qilmanglar degan maslahat beraman.